Novomedics klinikasida bir kunlik davolanish qanchaga tushadi? Juda ham ko'pchilik qimmat deyshadi. Rostdan ham qimmatmi? Bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Narxlar esa video oxirida. Biz Novomedics klinikasidagi statsionar sharoitini tanishtirish uchun Sirojiddin akaga uchrashdik. Ular sharoitlarni ko'rsatib, tushuntirib chiqadilar. Bu yerda o'zingizni shifoxonada davolangani kelgan bemordek emas, balki 5 yulduzli mehmonxonada dam olishga kelgandek his qilasiz. Biz birinchi bo'lib palatalarning sharoitini ko'rib olamiz. Bir kishilik palatada kravat, shkaf, televizor, Wi-Fi, xolodilnik, xullas hamma sharoitga ega. Undan tashqari bemorlar uchun favqulodda holatlar va ukol tamomlagich kravat tepasiga maxsus chaqiruv tugmalari o'rnatilgan. Bemorlar 4 mahal ovqatlanishi ham palata narx ichiga kiradi. Nonushta, tushlik, tushlikdan keyingi choy va kechki ovqat. Ovqatlar har bir bemor uchun maxsus individual menyu asosida beriladi. Endi esa eng qiziq joyi, bir kunlik palata narxi operatsiya uchun kelgan bemorlarga 200 ming so'm, davolanish uchun kelganlarga esa 360 ming so'm bo'lar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bu sog'lig'ingiz uchun arzonmi yoki qimmatmi? Izohlarda yozib qoldiring.